Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Turmushim buzilganiga 3 yildan oshdi. Doim tushkunman. Kayfiyatim tez buziladi. Arzimagan narsaga ham asabim buzilib, bolalarimdan alamimni olishni odat qilib qoldim. Shunday kunlarning birida ijtimoiy tarmoq orqali bir inson bilan tanishib qoldim. Aslida hayotda ham tanirdim uni. Ish joyimiz bir binoda edi. Lekin hech gaplashmagan edik. Internet orqali tanishni xohlaganlar ko'p bo'lardi. Yoshman, chiroyliman. Har xil guruhlarda faolman. Lekin bu tanishuvlar salom alikdan nariga o'tmas edi. Erkaklarning gapidan, ularning asl maqsadini sezib turardim. Bu safar tanishuvimiz ham boshqacha bo'ldi. Men bir masalada yordam so'rab guruhga yozgandim. U o'z yordamini taklif qilib, shaxsiyimga yozdi. Shu bo'ldi-yu, quyuq-suyuq so'rashadigan bo'ldik. Hatto ishdan qaytishda meni uyimgacha olib kelib qo'yadigan bo'ldi. Bir oylardan so'ng u oilasi bilan befarzandligi sabab ajrashayotganini, mening shaxsiy hayotim haqida bilishini aytdi va unga turmushga chiqishimni so'radi. Hali javob bermasimdanoq shoshirmasligini, o'ylab olishim, uni yaxshilab tushunib olishim uchun 1-2 oy vaqtim borligini aytdi. Shu kundan boshlab ko'proq yozishadigan, soatlab gaplashadigan odat chiqardik. O'zimni xuddi yosh qizchadek sezardim. U farzandlarim haqida gapirganida o'g'illarim deb aytardi. Kun kelib ikkala o'g'lim bilan ham tanishdi. U bilan oramizdagi farq 5 yil edi. Oilamdan ajrashib, ota-onamning uyiga qaytib kelganimda men 21 yosh edim. 2 ta o'g'lim bor edi. O'shandan buyon juda ko'p sovchi kelgan. Hatto o'zimdan bir necha yosh katta, uylanmagan yigitlar ham so'rashgan. Ammo hech biri ko'nglimga o'tirmagan edi. Bu inson shu darajada oliyjanob, o'qimishli, dunyo ko'rgan, tarbiyali odam ediki, o'z baxtimga o'zim ishonmas edim. Bir kuni telefonda shunchalik gaplashdikki, hamma axloq chegaralarini unutdik. U hatto mendan o'zimning ochiq suratlarimni jo'natishni ham so'radi. Menda unday suratlar yo'qligini aytdim. Ertasi kuni ertalab turishim bilan suratga tushdim. Jo'natish uchun orqa fondan keraksiz narsalarni o'chirib tayyor qildim. Shu vaqt birdaniga katta o'g'lim chirillab yig'lay boshladi. Kiyimlarimni shoshib kiyib ichkariga kirdim. Qarasam bolam qornini changallab yig'lab yotibdi. Tezlik bilan akamlarni chaqirdim. Onam kelinoyim yugurib chiqishdi. Bolani mashinaga o'tqizib kasalxonaga olib ketdik. Shifokorlar ko'richak degan taxmin bilan xirurgiya bo'limiga olib kirib ketishdi. Men tamom bo'ldim. Nahotki meni bolam operatsiya bo'ladi. Ey Xudoyim, o'zing yordam ber. Akam sal turib kelishlarini aytib, onamlarni uyga olib ketdilar. Shu vaqtda juda ham daldaga muhtoj bo'lib, o'sha inson bilan gaplashkim keldi. Qo'ng'iroq qildim. Go'shakni yosh ayol ko'tardi. Men nima bo'lganini tushunmay raqamga qaradim. To'g'ri terilgan. Uyda opa-singlisi, onasi yo'q edi. Dam olish kuni ham ishdamikan? Xayollarimni zo'rg'a yig'ishtirib yurak yutib so'radim. Akani telefonlarimi? Ha, o'shalarni telefonlari. Men ayollari bo'laman. Sizni kim deb aytay? Shu 2 og'iz gap bu ayolning o'ziga ishonchli ohanggi. 1,5 oydan buyon mening qilib yurgan ishlarim. Shunchalik ahmoq bo'lamanmi? Qanchalar ahmoqman. Men hali unga umrimda qilmagan ishim, behayo gaplarni gapirdim. Unga suratlarimni jo'natmoqchi ham bo'ldim-a? Darvoqe surat, qani o'sha surat? Telefon galereyasiga kirib, olgan suratimni ko'rar ekanman, o'zimdan uyalib ketdim. Nahotki men shu ahvolda suratga tushdim. Yaxshiyam jo'natmaganim. Ey Xudoyim, o'zing kechir. Nimalar qilib qo'ydim? Agar farzandim betob bo'lib qolmaganida, hozir bu surat o'sha odamning telefonida bo'lishi, uni ayoli ko'rib qolishi, keyin meni sharmanda qilish uchun butun internetga tarqatishi ham mumkin edi-ku. Tavba qildim, kechir Allohim. Shu so'zlarni ichimda aytib, tiz cho'kib yig'lay boshladim. Shu vaqt birdaniga o'g'limni qaytarib olib chiqishdi. Olib kirib ketishganiga 24 daqiqa bo'lgan ekan. Hamshira mening hayron qolganimni ko'rib o'zi gapirib ketdi.
Diagnoz xato qo'yilibdi. O'g'lingizda ko'richak yo'q ekan. Navbatchi vrach hali yosh. Birinchi marta bunday holatning guvohi bo'lish ekan. O'g'lingizning shunchaki qornidan bo'lgan. Mana bu dorilarni uyda ichirib, har ehtimolga qarshi hududiy shifokordan ko'rikdan o'tib qo'yarsiz. Uyga ketishingiz mumkin. Men na kulishni, na yig'lashni bilmasdim. Qo'limda reseptni ushlagancha hayron turardim. Aslida biz musibat deb o'ylagan vaziyatlar Xudo bizdan najot uchun jo'natgan bo'lishi mumkin ekan. Insonlar ichida eng pastkashi, qornini to'yg'izganingdan keyin yaxshiligingni inkor, siringni oshkor, mehringni rad etib, senda yo'q yomon xislatlarni bor qilib gapirgan insondir.